Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz sizlar bilan zirhli klapanlar haqida ma'lumotlarni bo'lishmoqchimiz. Bu ma'lumotlarimiz amalda santexnika, отопление ishlarini qilayotgan ustalarga yoki shu sohaga yangi kirib kelayotgan ustalarga xudo xolisa foydali bo'ladi. Birinchisi shu zirhli klapandan boshlaymiz. Bu zirhli klapan asosan qanaqa joylarga qo'yiladi, qanaqa joylarga qo'ysa amalda foydali bo'ladi. Hozirgi kunda tabiiy tiklanuvchi manbalarga, tabiiy tiklanuvchi energiya manbalariga talab ko'p bo'lyapti, ya'ni quyosh kollektorlariga. Quyosh kollektorlari bilan issiq suv ishlab chiqarish yoki ba'zi bir joylarda tog'li rayonlarda ayniqsa quyosh kollektorlari orqali qishin yozin basseynni isitiladigan suvlarini isitish, o'shunaqa joylarda amalda ko'p foydalanilyapti. Bu zirhli klapanimiz qanaqa ishlaydi va qanaqa foydali taraflari bor degan savolga to'xtaladigan bo'lsak, mana o'zini ustiga yozib qo'ygan. Bu Xitoy zirhli klapani hisoblanadi. 90 gradus yozilgan, 90 gradus deb yozilgan. Undan tashqari 6 bar bosimni ushlab tura oladigan zirhli klapan. Ya'ni shu zirhli klapan qo'yilgan joyda qanaqadir bu idishga qo'yiladimi yoki qanaqadir bir sistemaga qo'yiladimi, shu qo'yilgan joyda 6 bar bosim bo'lsa, shu 6 bar bosimgacha bu shu bosimni usha oladi. Agar o'tdagi bosimni kuchi 6 bardan oshib ketib qolsa, bu zirhli klapan ochilib ketib, o'sha ichidagi suv yo'qligini tashqariga chiqarib yuboradi. Undan tashqari 6 bardan tashqari agarda o'sha tizimni yoki o'sha isitilayotgan idishni ichidagi suvni harorati 90 gradusdan oshib ketib qolsa ham, bu zirhli klapan ochilib ketadi, ichidagi qaynoq suvni tashqariga oqizib yuboradi. Ya'ni ishlash jarayonida ham bosimga ochilib ketar ekan, ishlayotganda ham haroratga ochilib ketar ekan. Joyiga qarab tanlayverasizlar. Ichlari polniy latundan ishlangan yaxshi zirhli klapan. Hop, keyingisi ko'pchiligiga tanish bo'lgan Aristollarni tagiga qo'yiladigan o'zini ham zirhli klapan, ham ichida обратный klapani bor bo'lgan modeli. Zirhli klapanning shunaqa modeli. Ko'pchilik ustalar yaqinda bir gaplashganimda Aristolni tagiga shu narsasini men qo'ymayman, chunki Aristonga kirib kelayotgan sovuq suvni bosimini yo'lini, ya'ni davleniyani ham to'sib qo'yadi deb aytishyapti. Ya'ni bosimni to'sib qo'yadi deyishyapti. Buni o'rniga oddiy mamlaqa обратный klapan qo'yib yuboraman, bo'ldi. Oddiy mamlaqa обратный klapan qo'yib yuboraman. Bu обычный обратный klapan, ya'ni bu yerdan suv kiradi, kirgandan keyin shu ichkaridagi suv bu yoqqa tashqariga chiqib ketib qolmaydi. Oddiy обратный klapan qo'yib yuboraman. Buni o'zi mana puflaganda ham ochilishi oson, suvni yo'lini, bosimini to'smaydi deb tekis ustalar menga aytishdi, qo'yishmas ekan. Ya'ni Aristonni tagiga o'zidan chiqadigan, o'zini zavodskoy обратный klapanni qo'yishmas ekan. Agarda Aristonga o'zini shu zavodskoy обратный klapanni qo'ymasa, qanaqa salbiy taraflarga olib keladi? Birinchidan, Ariston ham o'sha ten orqali ichidagi suvni qizdirganida, ichidagi suv ma'lum bir haroratga yetganda, o'sha suv kengayadi. Ma'lum bir miqdorda kengayadi. Kengaygandan keyin o'sha kengaygan suvni qaysidir joyga chiqib ketishi kerak. Endi ba'zi bir Aristollarning ichida tenini, ya'ni ten orqali isigandan keyin siz deylik Aristonga qanaqadir bitta harorat belgilab qo'ysangiz, hamma Ariston ham o'sha haroratda o'chib yonavermaydi. Misol uchun, baribir ham pogrechniy bo'ladi. Ya'ni bitta Ariston qo'yildi, ichidagi suvning harorati 60 gradusga qo'yib qo'ydingiz, 60 gradusda o'chib yonayotgan bo'lishi mumkin, lekin ba'zi bir Aristonlarda ichidagi suvning harorati 60 ga qo'yganingiz bilan 65, 66, 5-6 gradus baribir ham pogrechniy bo'ladi. O'shunaqa joylarda ichidagi suv qiziganda, kengayganda, mana shu o'zini kichkina teshigidan ortiqcha yig'ilgan suv harorati, ortiqcha miqdori degani harorat emas, o'sha miqdori shu yerdan sekin-sekin tomchilab oqib tashqariga chiqib ketadi. Maqsad o'sha Aristonni ichida
suv qiziganda ma'lum bir bosim hosil qilganda aristonni yorvormasdan bu yoqqa suvni oqizib yuborgan holatda aristonni ichini but saqlab qolish. Endi ba'zi bir joylarda bo'ladi, ba'zi bir aristonlarda endi yillar davomida bo'ladi, yengilligida bo'ladi demayman. Yillar davomida bo'ladi. Shu tegidagi tini ishlamay qoladi. Ya'ni tinni relesi ishlamay qoladi. Ya'ni aristonning tegida o'zining relesi bor. O'sha rele ichkaridagi suv haroratini sezib turadi. Aristonning ichida isiyotgan suv haroratini sezadi. Sezganda o'sha rele tinni yo'liga komanda berib, tinni o'chiradi yo'q yoqadi. Endi o'sha relesi ishlamay qolishi mumkin. Relesi ishlamay qolgan paytda tin o'chmasdan qizib ketsa, ichidagi suvdan qizib ketganning hisobiga bosim o'ti juda ham katta bo'lib yig'ilib ketadi. Yig'ilib ketgandan keyin agarda siz mana shunaqa o'zini zavodskoy ham zrivnoy klapan, ham обратный klapani bor modelini qo'ygan bo'lsangiz, o'zini zavodskoyni qo'ygan bo'lsangiz, mana shu joydan sharillab suv oqib yoki tez tomchilab suv oqib aristonni yorilishdan saqlab qoladi. Lekin ba'zi bir joylarda mana shunaqa обратный klapan bilan qo'yilgan aristonlarda biz o'zimiz ko'rganmiz. Mana shunaqa oddiy обратный klapan qo'yilgan. Aristonni ichida haddan tashqari suvni harorati ko'payib ketgan. Harorat ko'paygandan keyin bosim ko'paygan. Bosim ko'paygandan keyin oddiy обратный klapan bo'lgani uchun aristonni tagidagi tin turadigan joyini yorib yuborgan. U yorilib ketib qolib, podvolda bo'lgan, podvollarga suv toshgan. Ma'lum bir narsalar suvdan tagida qolib ketgan. Undan tashqari u aristonni yorganda haddan tashqari tagidagi tin turadigan joyini katta yorib yuborgani uchun boshqatdan tinni qo'yib aristondan yana foydalanishi iloji bo'lmagan. Ariston to'liqligicha boshqa yangi hisob kelib qo'yilgan, alishtirilgan. Endi mana bo'lsa, mana qo'limdagi zrivnoy klapan bo'lsa, bu oddiy zrivnoy klapan. Zrivnoy klapanni ham bilamiz. O'zini bosim ushlab tura olish anaqasi bo'ladi, qobiliyati bo'ladi. Ya'ni bir xil zrivnoy klapan 3 bar bo'ladi, bir xil zrivnoy klapan 6 barli bo'ladi, 8 barli, 10 barli va hokazo. O'sha foydalanilayotgan sistemada, ya'ni tizimda qanaqa bosimda ishlashidan kelib chiqqan holatda bosimga o'sha tizimga qarab turib zrivnoy klapan tanlanadi. Qo'limdagi zrivnoy klapan Italiyaning Califi korxonasiniki, ya'ni bu 10 barli ekan. 10 bar bosim ushlab tura olar ekan. 10 bar bu juda ham katta bosim hisoblanadi. Endi zrivnoy klapan ishlayotganda to'g'ridan-to'g'ri kirib kelayotgan suvni yo'liga qo'yib qo'yamizmi? To'g'ridan-to'g'ri kirayotgan suvni yo'liga qo'ysa, bu ishlaydimi degan savolga ham o'zimizga javob topib olishimiz kerak. Agarda mana shu hozir обратный klapanni trayniga burayman, shu kichkina misol tariqasida ko'rsatib beraman. Hop. Ko'chadan kirib kelayotgan suvimiz, shuni bu tomondan kirib kelyapti. Bu yoqqa kirib, bu yoqqa qarab ketish kerak. Ya'ni bu обратный klapandan kirib, keyin bu yoqqa qarab ketish kerak. Ketayotganida shuni yo'liga zrivnoy klapan qo'yilishi kerak. Zrivnoy klapan qo'yilayotganda har doim обратный klapandan keyin qo'yilishi kerak. Qanaqa tizimga qo'yilishidan qat'iy nazar. Aristonni tagidagi turadigan o'zini zrivnoy klapani ham xuddi shunaqa ishlangan. Ya'ni birinchisida mana bu tagida обратный klapani bor. Обратный klapandan keyin yo'liga alohida o'sha zrivnoy klapanni ham ulab yuborgan. Endi tagida ixcham turishi uchun bu shunaqa zavodskoy kichkina yasalgan. Lekin mana shu narsani ham xuddi shunaqa narsa deb tasavvur qilsak bo'ladi. Endi faqat buni zrivnoy klapanini bosim ushlab tura olishi ba'zi bir zrivnoy klapanlar 6 bar bo'ladi, ba'zi birlari 7 bar bo'ladi. Agarda ko'chadan kirib kelayotgan suvni yo'liga zrivnoy klapan qo'ymasdan turib, to'g'ridan-to'g'ri shunday qo'yib olsa, ya'ni o'sha boilerga ketyaptimi suv yoki misol uchun nimaga ketayotgan bo'lishidan qat'iy nazar, ya'ni ataplaygan tizimiga ketyaptimi yokida nima desam bo'ladi, qanaqadir aristonga ketyaptimi, xullas va hokazo. Yo'liga обратный klapan qo'ymasdan turib, to'g'ridan-to'g'ri zrivnoy klapan qo'yib yuboriladigan bo'lsa,
Ya'ni bundoq suv tasavvur qilamiz. Suv bu yoqdan kelyapti, bu yoqqa qarab kirib ketyapti. Bu yoqqa qarab bu yoqdan kirib, bundoq ketyapti. Обратный klapan qo'yilmadi. Bu yoqda isigan suvni issiqligi yoki o'sha isiganida, ya'ni bu yoqdan kirib kelayotgan bosim bo'yicha raqamlarda ozgina tushuntiraylik. Bu yoqdan kirib kelayotgan suvni bosimi 1,5 bar deylik. Shu 1,5 bar bundoq kirib keldi. Kirib kelgandan keyin isiganidan keyin bu yerdagi bosim ko'tariladi. Ya'ni 1,5 dan oshadi. 1,7 bo'lishi mumkin, 1,8 bo'lishi mumkin, 2 ga yaqinlashishi mumkin. O'sha paytda yo'lida обратный klapan yo'q. Обратный klapan yo'qligi uchun bu yerda isigan suvni issiqligi bu yoqqa qarab yurib ketib qoladi. O'sha qayerdan kirib kelayotgan bo'lsa, o'sha qarab yurib ketib qoladi. Chunki bizda hozir bu yoqda kirib kelayotgan suvni bosimi 1,5 atmosfera deb aytdik. Bu yoqqa kirgandan keyin, qizigandan keyin suvni bosimi ko'tarildi, ya'ni 1,5 dan oshib ketdi. 1,7 bo'ldimi, 1,8 bo'ldimi, o'sha isigandagi suvni issig'i bosimi obratga berib yuboradi. Xuddi oldin eski titallarda, haligacha ba'zi bir uylarda titallar bor, misol uchun. Shu titallarda suv gazni tagidan baland qilib yoqib qo'yishardi, suv qattiq qizib ketardi. Qizib ketib qolgandan keyin mana smesitilni ochgan paytda, vannani smesitilni ochgan paytda sovuq suv tarafdan ham issiq suv tushardi. Bu nima sababdan? O'sha titanda isigan suvni bosimi sovuq suv tarafga qarab yurib ketganning hisobiga, ya'ni obratga berib yuborgan. O'shaning hisobiga bu yoqda smesitilni sovuq suv tarafidan ham issiq suv tushardi. Aynan shuning uchun sistemaga взрывной klapan qo'yilayotganda har doim kirib kelayotgan suv через обратный klapan orqali bo'lishi kerak. Обратный klapan qo'yilsagina взрывной klapan o'shanda ishlaydi. Agarda обратный klapan qo'yilmasa, взрывной klapan ishlamaydi. Endi взрывной klapanni o'sha boya aytganimizdek, sizlar o'sha qurayotgan sistemalarni, tizimlarni necha bosimda ishlashidan kelib chiqqan holda tanlaysizlar, qo'yasizlar. Взрывной klapanlarda iloji boricha o'sha tizimni necha bosimda ishlashini yaxshilab aniqlab olib, keyin qo'yganingiz yaxshi. Ba'zi bir joylarga boramiz, 6 barda ishlash kerak bo'lgan joyga расширительный baklarni tekshirishmaydi-da, havosini, bosimlarini tekshirishmaydi-da. Kattarog'idan qo'yib yuboramiz, взрывной klapan deyishadi-da. Deylik, misol uchun 6 bar qo'yilishi kerak bo'lgan joyga 8 bar yoki 10 barlik qo'yib yuborishadi. Keyin u yerda взрывной klapan katta qo'yilganning hisobiga bosim chiqib keta olmay, u yerdan bosim chiqib keta olmay, o'sha ba'zi bir rezbali joylarni, ba'zi bir flansiviy zaglушка qilingan joylarni orasidan stiklardan suv chiqib kelishi boshlaydi. Ba'zi bir joylarda o'sha qo'yilgan idishni ham yorib yuborishi mumkin, suvni bosimi qizib ketganning hisobiga. Sizlarga bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat edi. Xudo xolisi manfaatli bo'ldi deb hisoblaymiz. Bizani kuzatishda davom etinglar. Shunaqangi foydali bo'lgan videolar chiqarishda davom etamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.